أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizning 5-darsini o'qiymiz. Bugungi darsimiz Sura Baqaraning 21-oyatidan 24-oyatiga qadar bo'ldi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumul-lezî halakakum vellezîne min qablikum la'allakum tettaqun. Ey insanlar, taqvodor bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burungi ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Endi shu ya ayyuhan nasu ey insonlar degandiki ya ayyuhadiki ya harfun nida chaqirish harfi. Endi bu to'g'risida yani chaqirish harfi dedik, yana unadi yoki atlubu degan fe'lning ma'nosini ifodalab berdi. Shu harfning unadi yoki atlubuning o'rniga almashgan deb qaraladi. Yine bunda qarashim bor, ya harfining emas ism fe'l. Unadi degan fe'lga ism fe'l bo'lgan deguchilarmi ham bo'lgan. Endi ya ayyuhadiki ayyu cho'disi ayyu bu İliplamlık ba isimni nida qilish uchun, iliplamlık ba isimni chaqirish uchun, munada qilish uchun qo'shilib keladigan bir sila deb qaraladi. Chunki iliplamlık ba isimni chaqirishda ayyuha yoki ayyatuha so'zi yoki bu so'zda qo'shiladi. Allah'tan başka, lafz-ı caladan başka iliplam ba isimlari shundoq bo'ladi. Endi ha harfi tanbih, ogohlantirish qo'shimchasi deb qaraladi. Endi harf mishadiki bu ha ogohlantirish qo'shimchasi deb qaraladi. Ama xalaqakum cho'zi xalaq ibda bila misal, yine bir örneksiz meydanga keltirish degan bo'ladi. Meyli halak olsun, icat olsun, ihdas, peyda kılış olsun, ibda, ihtira, inşa, hemmesi manada o'xshash sözde. Yoktun barlıq keltirish degan ma'noni ifodalaydi. Endi la'allakum tattaqunki la'alla bu harfi tavaqqu, yani birine şerikatni kutish sharifi bo'lib, bu odatda yaxshi ko'radigan ishlarni, suyumli ishlarni umid qilish, orzu qilish, yaman ko'riladigan endişe qilinadigan ishlarda ansirash ma'nilarini bildirdi ve ondan başka illat ma'nilarini bildirdi. Qo'llanishda mumkin bo'lgan ishni qo'llanadi. Yani la'alla tarajji uchun keladi, ishfaq uchun keladi, ta'lil uchun keladi. Tarajji uchun keladi deganimiz mesela umid, arzuni ifodalab keladi. Mesela la'allal imtihana sahlun desak, imtihan asan. İmtihan asan bulamdiki de bu bir xil ümit. Ama la'allal imtihanı sa'bun desek imtihan qiyinmiki de bir xil imtihanı qiyinlikni ansirash. Endi mesela illat ma'nosini ifodalab keladi. Yani mesela mishalki la'allakum tattaqun taqvo bo'lishinglar uchun Rabbinglarga ibodat qilinglar deganga o'xshash. Endi grammatikalik tahliliga kelsak, ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumul-lezî halakakum vellezîne min qablikum la'allakum tettaqun degan bu cümlede ya eyyuhen nasu bu ayrım bir cümle. Ubudu rabbakumul-lezî halakakum vellezîne min qablikum bu yine ayrım bir cümle. La'allakum yeni bir cümle hesaplandı. Yani bu 3 cümle deb qaraladi. Anda da ya eyyuhen nasu bu qandaq cümle? Cümle olduken ya cümle ismiye oldu, cümle olduken ya cümle fiiliye oldu. Endi harfin nida bilan boshlangan cümle ismiye tarkibi kiremdi yoki cümle fiiliye tarkibi kiremdi deganda ya eyyuhen nasu ubudu, yani ya eyyuhen nasu degan bu cümle fiiliye tarkibi kirdi.
Nimişqa desek, çünkü ya bu ad'u yoki unadi yoki atlubu degandek fe'llaga naib bo'lib kelgan deb qaralg'achqa, shuni buni biz fe'llik jumla deb qaraymiz. Endi ya bu ayyuha bu yerda ya ayyuhadiki ayyu munada ya'ni iniqsiz maqsad qilingan chaqirg'uchi bo'lib zammiga qatqan urunjati tushuntirishlar kelgan. Endi bu yerda munada biz bu yerda ayyuni munada dedik. Munada nakira iniqsiz bo'lgan munada dedik. Bundan tushunildiki munada iniq munada ve iniqsiz munada deb ikkiga bo'linadi. Munada nakira maqsuda dedik. Maqsad qilingan nakir munada deganligimizdan yine maqsad qilinmayotgan munada mubba degan bo'ladi. Mabni ala dhamme deganimiz yani dhammiga mabni. Yani buningda mesela mu'rablarim var. Munadaning mu'rablarim var. Fi mahalli nasbi urunjati tushuntirishlar kelgan deyishimiz yana bu asli maf'ulun mansubat babidan ekan deganni ko'rsatadi. Chunki ya ad'u yoki unadi yoki atlubu o'xshash fe'llarga noib bo'lib kelganligi uchun mayli unadini qiyos qilli, mayli atlubu chaqiraman, talab qilaman, nido qilaman degan so'zlarni taqdir qilsak, shuning asli maf'ulun bi o'g'achqa bu şu taqdir qilingan fe'llarning maf'ulun bi deb qaralg'achqa, shunga o'rinjati tushuntirishlar kelgan deb qaraymiz. Endi shunga ayyu munada bu yerda pashga mabnidir. Munada 5 qismga bo'linadi. Munada mu'rab va mabnilikda bir ikkiga bo'linsa, nakira ma'rifilikda bir ikkiga bo'lingan bo'lsa, shundaqla munada umuman 5 turdan keladi. Birinchi munada şu ismi alamdan keladi. İkincisi munada maqsad qilingan nakira ismdan keladi. Üçüncüsü munada maqsad qilinmagan iniqsiz ismdan keladi. Dördüncüsü munada muzab bo'lib keladi. Beşincisi munada shibi muzab bo'lib keladi. Demek munada 5 qismga bo'lindi. Bunun ikkisi başka ishlab tutgan narsaga mabni bo'ldi. Yine ismning rafilik alametiga mabni bo'ladi. Ismning rafilik alametiga mabni bo'ladi. Ama üçü mu'rab bo'ladi. Bu mu'rab bo'lgan üçü qancha desek, munada muzab bo'lsa, mesela Abdullah, ya Nebiyallah deganga o'xshash, mana bu ya Rasulullah deymiz. Buni bu yerda munada mu'rab ya Rasulullah deb Rasullarning zibar o'qilishi şu atlubu yoki unadi degan tilniki maf'ulun bih deb qaralmoq uchun mu'rab. İkinci birisi munada nakira g'ayri maqsud. Maqsad qilinmagan iniqsiz munada. Endi bu maqsad qilinmagan munada degan gap esa odatda munada maqsad nakir ismlar chaqiriladi. Maqsad qilinma chaqiriladi. Muayyan bir odam maqsad qilinmaymi chaqiriladi. Xuddi qarg'a odamning so'ziga o'xshash. Masalan, qarg'a odamni yo'ldan o'tmoqchi bo'lsa, qishni odamlar o'tib ketyapti. Bir odam yo'lni, "Voy balam, meni o'tkazib qo'ying, meni ma yo'ldan ayirib o'tkazib qo'ying yoki mana asamni meni matrafga apiring" deydi. Atrofida odam borligini biladi, lekin u nima qilmaydi? Palani yoki pustonni maqsad qilmaydi bu yerda. Xuddi bir katakka tushib ketgan odamga o'xshash deydi. Mesela ya raculen xuz biyadi degan mashhur misol va ya raculen xuz biyadi anqizni fa illam tanqizni deganga o'xshash. Endi bir katak uchib ketgan odammi o yer yuzidan katak uchib pastda bo'lgandan keyin kishilar uni ko'rmaydi, katakda odam borligini bilmaydi, lekin to'laydi endi. Vaqrab chiqa, "Voy odam bormi, meni tutuvanglar, mening qulamni tortuvang" deb to'laydi. Ammo u yerda u palani ya Mehmet ya Ahmetni yoki Abdullah ya Muhammadni birisini maqsad qilib chaqirmaydi. Yoki masalan kechiliklarda o't ketganda to'lg'anga o'xshash yoki bo'ri keldi deb vaqirganga o'xshash, bo'ri keldi meni qutqizing deydi. Muayyan bir odamni maqsad qilmaydi bu yerda. Shunga o'xshagan so'zlarni munada nakira g'ayri maqsud deymiz. Ammo munada nakira maqsud deganimiz maqsad qilingan munada iniqsiz
lekin muayyan bir odamni. Masalan, yo'lda ketib berib, taksi chaqirgan chog'imizda ma'lum taksiga qo'l ko'tarib yoki andin ya sayiq aqib sayyoratik deganga o'xshash, shofir mashinamizni to'xtating deganga o'xshash adam muayyan shofirni maqsad qilamiz. Yoki bir navoiyga pulni bo'y ustam menga binam bilan ya ishkinam bilan deganga o'xshash navoiyni maqsad qilamiz. Ya ustoz ya navoiy ustamni deymiz. Masalan, bu yerda maqsad qilingan nakirasi bor. Farq maqsad qilingan nakirasi bilan maqsad qilingan nakirasi o'tirgan farq mana bu shu. Demak, maqsad qilingan nakirasi bu ma'rifining hukmida bo'ladi. Endi bu maqsad qilingani boshqa ishlab tutgan narsaga mabni, maqsad qilinmagani mu'rab bo'ladi, tushuntir ishlab keladi, ya rajulan deganga o'xshash. Uchinchisi mu'rab bo'lganning shibi muzaf, ya tali'an jabalan deganga o'xshash, muzafga o'xshagan ammo muzaf emas. Biz ya tali'an jabalan ay taqqa chiqquchi desak tali'an jabalan bu muzaf emas. Chunki tali'an jabalan ammo muzafga o'xshaydi. Xuddi bu yerda muzaf deyilsak tali'an tanuni qildi, muzaf tanuni qilmaydi. Jabalan zibari qildi, muzafillay degan ziri qilibdi. Ammo muzafga o'xshaydi-ki, xuddi muzaf odatda muzafin ilay arqliq muzafning ma'nosi tamom bo'lganda taqqa chiqquchi deb bu yerda tali'an degan shu munoda o'ziniki ma'noda amal qilib kelganligi uchun ya tali'a jabalin ma'nosida, ya tali'a jabalin ma'nosida bo'lganligi uchun buni shibi muzaf deymiz. Endi ikki mabni bo'lgan ikkisi qasilsak, bir ismi alam munoda bo'lsa, boshqa ishlab tutgan narsaga mabni bo'ladi. Masalan, ya Muhammadu desak, Muhammad ismi alam bo'lg'achqa, bu yerda ya Muhammadu dammiga mabni. Yani pashga mabni bo'ladi. Asharga pash ismning boshqa kelish alomati bo'ladi. Shu biz buni pashga mabni daqlakanda ismi alam munoda bo'lsa pashga mabni desak xatolashgan bo'lamiz. Ismi alam munoda bo'lsa alomatul rab ismning boshqa kelish alomatiga mabni bo'ladi. Chunki masalan ya Muhammadani, ya Muhammaduna deb keladi. Anda bo'lganda ya Muhammadanda alifga mabni bo'lsa, chunki ikkilik ismning boshqa kelish alomati alif bo'lganda ya Muhammadunda jami muzakkar salam bo'lgandan keyin u vo'ga mabni boshqa kelishning alomati bo'lgan vo'ga mabni bo'lgan bo'ldi. Chunki jami muzakkar salimning boshqa kelish alomati vo deb qaralg'achqa. Shunga bu yerda munodani shu 5 qism bo'lishimiz shu. Endi shu mishalki ayyu anda da qasim shu 5 qismning qasim ekan desa, ya'ni bu ayyu maqsad qilingan nakira bo'lgan chaqiruvchiga shundanmiga mabni urunjati tushuntirib kelgan. Endi ayyuhariga ha desa ha harf tanbih, ya'ni ogohlantirish qo'shimchasi deymiz. Endi ha harf tanbih ogohlantirish qo'shimchasi deymiz. Anda da ha harf tanbih necha o'rinda ishlatiladi desak, harf tanbih bu odatda bo'lgan ha 4 o'rinda ishlatiladi. Biri ayyu so'zi munoda bo'lganda ha harf tanbih onunğa qo'shiladi. Ikkinchisi shu hazariki ha tanbih asosida hazarika harf tanbih bo'ladi. Uchinchisi kishilik almashini zamir mubtada bo'lib ismi ishorat xabar bo'lgan chog'da harf tanbih qo'shiladi ismning o'rnida. Ha anaza, ha huwa za deganga o'xshash. To'rtinchisi qat bilan kelgan fe'l mozining boshida ba'zi vaqtlarda harf ha keladi. Mana bu hama harf tanbih ogohlantirish qo'shimchasi deb qaraladi. Endi harf tanbih bo'lgan ha ayyuha so'zlari iliflamli ismlarni chaqirmoqchi bo'lsak, munoda qilmoqchi bo'lsak, shu ayyuhaga o'xshash, ayyatuhaga o'xshash yoki ya hazaga o'xshash yoki haziga o'xshash so'zlarni aytib turib munoda qilamiz. Ammo Alloh lafzi jalal bundan mustasno. Nemishqa? Mesela ya ayyuhallah demaymiz, ya Allah deymiz, ya ayyuhallah demaymiz. Desak qat'iy bo'lmaydi. Nemishqa? Bu yerga ha harf tanbih, u ha ogohlantirishni bildirdi. Alloh ogohlantirilishdan pak munazzah bo'lg'achqa, shunga bu ish etilmaydi. Qog'ini shunda chaqirilsa-mu Alloh degan lafzi jalal bundan mustasno bo'ladi. Endi ya ayyuhadagi annasga kelsak, annas shu sifat yoki badal. Ulamolarning umuman i'rob bergan i'roblari qarag'an vaqtimizda ayyuha sizdan kim kelgan ism yoki badal bo'ladi yoki sifat bo'ladi deb qaraydi. Masalan ya ayyuhan nasuni ba'zi kitoblardagi annasni ayyun badal desa ba'zi ulamolar annasni sifat degan.
Lekin bunun qaysini yaxshi qanday ayrimizga menchi bo'lganda ayyuhadin kelgan ismi jamid bo'lsa, badal ism mushtaq bo'lsa yoki nisbiy almashlar bo'lsa, sifat bo'lsa yaxshi deb qarayman. Ya'ni ya ayyuhallazina amanu da chuqum allazinni sifat deydi. Ya ayyuhal mu'minun yani deganga o'xshashlarda chuqum al mu'minunni bu ayyunki sifat desek yaxshi bo'ladi. Ama ya ayyuhan nasga o'xshashlarda bu ismi nimalarda ism jamillardan kelgan chog'da buni badal deb qarasak yaxshi bo'ladi. Chiqib ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ey insonlar degan bo'ldi. An-nas shu ayyundan badal mubaddalga i'rob tag'ishdi. Shuning uchun bu an-nasu shu damma qilib kelgan. Ey insonlar degan bu bir jumla bo'ldi. Endi u'budu rabbakumollazi xalaqakum. U'budu fil amri. Ya'ni u'budu buyruq bilan bo'lib, shu nunning tashlanishiga mabni. Endi bizda men deb o'tgandek fil amri ve pillar üç kısım bulundu. Pil mazi, muzari, emri. Pil mazi ötken zaman pililen pil muzari buyruk pilleri davamlık mebni oldu. Bunun mü'reb bulab gitgan halde kat'en yok. Ama pil muzari iki xil halette mü'reb buldu, mebni oldu. Kalan haletlerin hemisi de mü'reb buldu. Anda olsa xuddi pil mazi mebni olganda pil mazini biz 3 narsaga mebni oldu. Biri hataga mebni oldu, ikincisi dammaga mebni oldu, üçüncüsü sukunga mebni oldu. Endi pili emri mebni olgan çağda nimelerge mebni oldu desek, pili emri mebni olgan çağda biri eğer o buyruk pili hemimiz bilimiz sarf olganlar pili emri gen buyruk bilgen pili muzardin yasılıp çıkıyor. Pili muzardin yasılıp çıkanken pili muzarin o pil yaki naqs oludu, yaki ecveb buldu demek pil aksamul pil şu babiyada. Hem de eğer yasalgan pil şu harfi illet ba ahırda naqs billadın boğan bolsa, şu naqs billadın boğan bolsa, nun ahırdaki harfi illetin taşlanışı mebni oludu eğer 5 bildin boğmasa. Eğer o buyruk bile 5 bildin yasalgan bolsa, ef'al hamsidin yasalgan buyruk bile olsa. Kanda ef'alul hamsi degan qasidi ani, una, ina qo'shilgan pil 5 pil deb ataladi. Har qanday pil muzari birlikning oxiriga ani qo'shilsa yoki ina qo'shilsa yoki una qo'shilsa bu pil 5 pil qatoridir. Af'alul khamsa deyiladi. Masalan, abada ya'budu a'budu. Ani qo'shsak a'budani, ini qo'shsak masalan ya'budu deyli. Masalan ya'budu desak ya'budani, ya'buduna. İna qo'shsak ta'budina deganga o'xshash. Yine ani, una, ina. Ani bu ayollik erlik ishildi, una erlik bilan ishildi, ina ayollik birlik ishildi. Shunga bu 5 pil bo'ladi. Shu 5 pildan bo'ladi ekan, cho'qim pil amri mabni bo'ladi, hazfun nun, nunning tashlanganligi mabni bo'ladi. Agar u buyruq pil oxiri harf sahih bo'lgan buyruq pil bo'lsa, masalan zahaba yazhabuga o'xshash, abada ya'buduga o'xshash bu chog'da o 5 pil qatardan bo'lmagan chog'da ham nun nisbat tutashmagan chog'larda bu nimaga mabni bo'ladi deganda oxirida sukunga mabni bo'ladi. Masalan u'bud desak, u'bud fil muzari, ne u'bud fil amri mabni ala sukun deymiz. Ala sukun. İzhab desak fil amri mabni ala sukun deymiz. Endi demak sukunga mabni bo'lgan, nunning tashlanishiga mabni bo'lgan va harfi illatning tashlanishiga mabni bo'ladi. Masalan rama yarmi, irmi desek irmi fil amri mabni ala hazfi harfi illa. Ahirki harfi illatning tashlanishiga mabni deymiz mesela. Ama fil muzari, fil amri lekin nun nisbat tutashgan bo'lsa, o chog'da u mana shu nun nisbat tutashganlik uchun o yine mabni, shu nun nisbatning ashida bekib kelganligi mabni degandek boshqacha qarashni qo'yadi. Shunga yani u'budu fil amri mabni, nunning tashlanishiga mabni. Chunki nimishki bu 5 pilning qatoridan bo'lganligi uchun. Endi pil bo'ladi ekan, yani xuddi pil paydodir, pilni paydo qilmoq lozimdir. Pilning fa'ili erlik bo'ldi, ayollik bo'ldi, birlik bo'ldi, ikkilik bo'ldi, ko'p bo'ldi degandek, bu yerda pil o'tgan cho'qin fa'il qildi. U'budu degan pilning fa'ili vavul jamoa bo'ldi. Bu vavul jamoadan antum, yani sizlar degan ma'no shunidir. Shu u'budu fil
ve fa'ilden ibaret buyruk cümle şekli hesaplanır. Bu yine pillik cümle dep qaraymiz. Hem de Rabbekum ubudu degan pilninki maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubat qatoridan tushuntirishlar turdi. Rabba ubudu degan pilning maf'ulun bih bo'lib, mansub alamatun nasbi al-fatha. Yine Rabbekum maf'ulun bih to'ldiruvchi tushuntirishlar kelgan, tushuntirishdan alamati fatha bo'lib, mudaf kum mudafin ilay. Ka zamir muttasil tutashuvchi kichik almash o'rin jihatda egilik qilishlar kelgan muzafin ilay deymiz. Anda bo'lsa allazi xalaqakum deki allazi ismul mavsul nisbi almash rabbakum deki Rabbning sifati bo'ladi. Rabbning sifati bo'lganki mahalla mansub deymiz. Nimishqa Rabbi maf'ulun bo'lib mansub bo'lib kelgandan keyin anda bo'lsa allazi ismul mavsul mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul. Sifa ki na'at li Rabb deymiz. Rabbning sifati. Na'at desek mi to sifat desek mi? Sifat basirliklarning atalg'usi bo'lsa, na'at ko'pliklarning atalg'usi bo'ldi. Ikkisi sifat degan bir ma'noni ifodalaydi grammatikada. Endi xalaqakum desa xalaqakum xalaqa fi'l mazi. O'tgan zaman fi'li fa'il huwa degan yushun kichik almash bo'lib, u Rabbga qaytadi. Kum xalaqa degan fi'lning maf'ulun bi mahallan mansub. Çünkü bu tutashuvchi kishilik almash zamir mabni sukunga mabni bo'lib o'rin jihati tushuntirishlar qilgan maf'ulun bi bo'lib, demak xalaqakum degan bu fe'llik jumla allazi degan ism mavsulning silasi. Endi ismi mavsul bo'ladigan uning silati turdi. Silasi cho'qim jumla ismiya jumla fi'liyadan kas ism mavsul qaytgan bir zamir usuludi dedik. Anda xalaqakumda allazi qaytgan zamir bormi? Ba u huwa allazi qaytdi desek bo'ladi. Allazi Rabbning sifati bo'lganligi. Ism mavsulning jumla grammatik o'rni yo'q. Endi vallazina min qablikum deki vav hurufil atfa allazina min qablikum degan ism mavsul va silasi bil qo'shilib allazina xalaqakum degan nima? Va allazina min qablikum allazina ism mavsul ma'tuf xalaqakum kum ma'tufun alayhi bo'ladi. Yani xalaqakum kum maf'ulun bihdi anda o'z allazima ash maf'ulun bihga at bo'lgan ekan hukman maf'ulun bih bo'ladi. Shuni silni yaratgan va sildan ilgirkilarni yaratgan degan ma'no chiqadi. Shu allazina ism mavsul kapqa kumga atba deymiz. Yani bu nima degan hukmda bo'ldi? Ma'tuflarning hukmi bo'lgan ekan omil takrorlanganlik ne payda oldu? U'budu rabbakumullazi xalaqakum ve xalaqallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yine silani yaratgan Rabbinlarga ibodat qilinglar. Taqvo bo'lishing uchun silani din ilgirkilarni yaratgan deb xuddi mishada bir xalaqa ibodat bo'ldi. Allazina mishada xalaqakum atba deb qaraymiz shu. Min qablikum biz bayan dedik cari mecur aşu bunun cari mecur taşlangan mutaalliq bilan qo'shilib allazin degan ism mavsulning silasi. Min hurufi jar qabli mecur qabli muzaf kum muzaf ilayhi min qablikum shibl jumla allazin degan ism mavsulning taşlangan mutaalliq qo'shib xabar. Yani taqdir qilsak nim bo'la? O taşlangan mutaalliqni nima taqdir qilsak bo'la desa allazina min qablikum allazina ashu min qablikum desa siladin ilgiri yaşıgan yoki allazina xalaw min qablikum siladin ilgiri bu dunyodan o'tib ketgan kishilarni yaratgan va silani yaratgan degan bir ma'noda mayli ashuni taqdir qilsak mayli asha yoki xalani taqdir qilsak mayli maskitman bir fil taqdir qilinsa bo'ladi. La'allakum tattaqun la'alla harfi nasih yoki harfi mushabbah bil fil men oldin tushuntirib o'tdim. Mayli la'alla harfi nasih desak mutal mushabbah bil fil desak harf jumla grammatik o'rni yo'q. Kap uning ismisi iniga o'xshash amal qiladi. Tattaqun fil muzari marfu boshqa ishlab kelgan fil muzari fa'il vav alamatul raf'i
subutunun yani tettakun fil muzari merfu başka işlep gelen fil muzari oldu. Başka işten alameti nunun bir küpeye geldi ki çünkü 5 binden katardan vav tettakun bu fail bulup bu cümle fiiliye leallenin haberi oldu. Leallekum tettakun yani bu şu leallekum kum ismisi tettakun haberi. Çünkü bu harf-i müşebbeh bil fil asli sınıf cümlenin çıkışıdır. Asli leallene levasak entum tettakun diyen bir mananı ifade ediyor. Hem de bu yerde ki ya ayyuhen nasu ubudu ya ayyuhen nasu diyen bu nidalık cümle iktidaiye olur. Yani bir cümlenin başlangan bir cümle hesaplanır. İktidaiye. Cümle iktidaiyenin cümle gramatik konu yok. Biz birinci dersimizde bunu söyleyip ötken. İkincisi hem de u'budu rabbekumullezî halakakum vellezîne min qablikum. Bu cümle istinafiye. Yani yeni cümle istinafiye degende bak tekrar ettik cümle istinafiye bayaniye. Yine ya ayyuhen nasu degen nidalık cümleden kilip çıkan bir sualının cevabı. Bu sual-ı mukadderinin cevabı degende ya ayyuhen nas hey ademler degenkin hey insanlar degenkin nim boldu maleke nim boldu dese Rabbinle ibadet kılınla degen bir nim boldu degen bir sualının cevabını orada kelgen hesaplanıdı. Şunun cümle esnafiye. Ey ademler degenkin ey insanlar degenkin nimi demekçi o? Nimi deyilse Rabbinle ibadet kılınla degen mana çıktı. Endi leallekum tettakun cümlesi leallekum tettakun degen bu cümle ta'liliye. Ey ademler silani ve siladin ilgirkilerini yaratkan Rabbinle ibadet kılınla degen bu. Endi cümle ta'liliye degen için sila takva buluşunlar için. Takvalıkını halamaydıgan dünyada hiçbir insan yok. Çünkü sila takvadar buluşunlar için Rabbinle ibadet kılınla. De bu cümle ta'liliye u'budu degen fil emrinin bir illetini ifade ediyor. Rabbinle ibadet kılınlar degen limaza na'budu rabbena biz Rabbimizge nimişki ibadet kılımız dese leallekum tettakun sila takvadar buluşunlar için ey likey tettakun yine sila takva buluşunlar için Rabbinle ibadet kılınlar degen bir mana çıktı. Çünkü bunu cümle ta'liliye deb qararsak buldu. Ya ki leallekum tettakun cümle ta'liliye demeyi yani taşlangan bir sualının takdir kılıngan bir sualının cevabı cümle ta'liliye degende limaza na'budu rabbena degen bir sualının cevabı desek illet manası çıktı. Ya kundak demeyi bunu haliye desek buldu. U'budu rabbekumullezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum tettakun ey hali kevnukum muterajjine littakva tami'ine fiha degen manada. Sila ey adamlar sila takvalıkni ümit kılgıcı boğan halatda takvalıkni tama kılgıcı boğan halatda Rabbinle ibadet kılınla degen mana çıkıdı. Bu çağda lealle terajji manası kelgen boludu. Şunu biz dedik lealle menbeşte degen bayan degendek lealle yaki işbak üçün kılıdı endi işkiliş üçün yaki terajji ümit arzu üçün kılıdı yaki illet manası kılıdı. Eğer bu yerde lealleni illet manası alsak tettakun takva buluşunlar için degen mana çıktı. Eğer terajji manasını alsak sizin takvalıkını ümit kılgıcı boğan halatda Rabbinle ibadet kılma degen mana ifade olundu. Ellezî ceale lekumul ardı firâşev ve's-semâe binâev ve anzele mine's-semâi mâen feahrece bihi mine's-semerâti rızqan lekum felâ tec'alû billâhi endâden ve entum ta'lemûn. Allah subhanahu ve teala deydi ki Allah sizlerge zeminni töşek ve asmanını bina yani yıldızların zıttı bina okşaş kılıp verdi. Ellezî ceale lekumul ardı firâşev ve semâi binâ. O Allah sizlerge zeminni piraş kılıp verdi. Asmanını sizlerge bina kılıp verdi. Buluttan yağmur yağdırıp verdi. Ve anzele mine's-semâi mâen ve Allah sizlerge buluttan asmandan yağmur yağdırıp verdi. Feahrece bihi mine's-semerâti rızqan lekum. Sizlerge rızık
buluş üçün yağmur arqılıq türlük meyvelerini sizlerge östürüp berdi. Şunlaşqa emdi sizler Allah'ı şirk keltürmenler. Aşında qıpbäge emdi sizler Allah'ı şirk keltürmenler. Yani sizler Allah'ın şirki yok ikenligini bilip durup ve entum ta'lamun Allah'ın şirki yok ikenligini bilip durup bunda Allah'ı şirk keltürmenler degen boldu. Endi bu yerki ellezî ceale lekumul arda firâşerike ceale seyyere manasida mükildu. Seyyere manasida keldirsek o çağda ceale yani Allah sizlerge Allah ziminni piraşqa aylandırıp berdi. Bir köpüge aylandırıp berdi sizlerge degen boldu. Yani yine zellele lekum yine Allah sizlerge ziminni boysundurup berdi degen boldu. Yani sizler ziminni qanda qılsanız qıla alaysızlar. Öy salam sizler terip onundan ziraat terip onundan azraatından ya faydalanamsızlar qanda qılsanlar xilalatqan sizlerge boysundurup berdi Allah Taala. Hem de arz degen zimin degen arz degenin asl lügat manası aklı degen ma'noda yesh degen bo'ladi. Arz deb ataladi. Nimishqa arz degan so'z nimishqa arz deb ataldi? Chunki bu o'zining ichidagi narsani yeb tugatganlik uchun shu arz deb atalgan. Çünkü arzning asl arab tilida lügat ma'nosi yesh degan ma'noda bo'ladi. Chunki zimin ichidagi hamma narsani yeb turadi. İnsan nima yeb turadi? Nima? Masalan, eng qattiq bo'lgan tumini yerning ostiga ko'mib qo'ysak, ma'lum muddat o'tganini qarasak, o sesib qamaqdi deymiz, yer yeb turadi shuni. Firash bu bisat. Yine xuddi köpü mi deymiz bisat. Yine hayatlık onun üstüne asan tutkan bir bisatni firash deymiz. Meyli onun üstüne oltuğulu oludğan, ufluğulu oludğan, uyak yötkelgül oludğan bir bisat degen ma'noda. Endi samarat degan samara degan asl daraxtlardan chiqadigan yemekliklarni ko'rsatib turadi. Daraxtlardan chiqadigan bir xil yemekliklar. Meyve-cheva degan bo'ldi endi. Endi andat ko'rsa ibodatdagi shirklar, shurka degan ma'noda, o'xshashgan ma'noda. Endi as-samai bina'an bina degan ko'rsa bina as-sab marfu ko'tarilgan turus degan ma'no bildiradi. Ko'tarilgan turus. Yani bizim üstümüzde tuğan narsini turus, asman deydi. Endi yoki tikilgan bir xil gumbazga o'xshash narsini samaq deymiz. Ana ta'lamun va antum ta'lamun degan yine sizlar Allah'ın yaratishda yolg'iz ekanligini, Allah'ın rizq berishda yolg'iz ekanligini, Allah'ın ibodatga haqliq ekanligini bilib turib, Allohga shirk keltirmanglar degan ma'no ifodalaydi. Endi grammatikalik tahlilga kelsak, allazi ja'ala lakumul arda firashan. Allazi ismul mavsul, nisbi almash bu yerda şu ismul mavsul li rabbikum dinki ikkinchi sifati. Ubudu rabbakum allazi khalaqakum diku ay Rabbning ikkinchisi. Yani ey adamlar, sizlarni yaratgan, sizlardan ilgirgilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Sizlarga ziminni pirash qilib bergan, osmonni bino qilib bergan, osmondan sularni tushirib, sizlarga turli rizqlarni qilib bergan Rabbinglarga ibodat qilinglar degan ma'noda shu Rabbning ikkinchi sifati deb qo'yiladi. Endi allazi bu bir xil i'robning bir xili bo'lsa, bu allazida i'rob jihati 5 xil yo'l bor. Biz mushu oyat kerimning orqasida buni ko'rib o'tamiz. Endi allazi ismu mavsul mabni ala sukun qatqan nisbi almash bo'lgandan keyin cho'qim ism mavsul ekan buning silikilidi. Ja'ala lakumul arza firasha va samaa binaa degan bu allazi degan ism mavsul silasi bo'ladi. Ja'ala fil mazi fa'il zimr mustatir. Ja'ala o'tgan zaman fili peşki mebni fa'il yuşun kişilik almaş ve. Ama lakum ne buldu? Ja'ala lakumul ardı firashan. Lakum bu ja'alaga mutaalliq değilse, ja'alaga mutaalliq degende yine silaning jihatinglardan ziminni firash qildi Alloh subhanahu va taolo. Silni deb firash qildi degan bo'lsa, maqulni aytadi. Yoki lakum jari majrurun mutaalliq mahzub hal deymiz.
Lakum cari mecrur mutalib. Nimişqa? Çünkü aslida firashning ustida. Allah zeminni sizlarning ko'panglar qildi. Asli allazi ja'alal arda firashan lakum degan bo'pti. Ya'ni Allah sizlarga Allah zeminni sizlarning nimani qildi? Firashini qildi. Sizning bisatini qildi. Sizning ko'pangni qildi degan bo'pti. Endi shuni ikki xil qarashlar tarkib qildi. Biri lakum birinchi bir qarash cho'qim maqulni. Agar sizlarning jihatinglardan u chaqda Allah sizning uchun silni deb zeminni firash qildirgan bo'ldi. Yine ko'pi qildirgan ma'noda. Bisat qilib bergan. Ikkinchi qarashda lakum hal asli keyinni kelib firashni ustutdi. Lakum firashning keyinni kelsa ja'alal arzi firashan lakum ustutdi. Oldida keldi. Holat deymiz tashdan mutaalliq bilan shu. Holat. Yani u chaqda ma'noda qanday chiqadi deganda Allah silning zeminni silning nimani qilib berdi? Silning firashinglar qilib berdi. Silning ko'panglar qilib berdi degan bir ma'noni ifodalaymiz. Ondan nimishqamiz firashni oxirida kami 5 kichik desa, bu yerda alayda bir ma'noni texnik kuchli ifodalash, ya'ni zeminning mushunda firash qilinganligi faqat biz insonlarni deb qilinganligi bir kuchli bir ma'no ifodalanadi. Va samai binariga o rufa atba as-samai endi lakum al-arz firashga arz kelsak al-arz undan nima bo'ladi desak allazi ja'ala lakum al-arz firashga arz ja'alaning maf'ulun bi birinchi maf'ulun bi bo'ladi. Agar arz tag'yir ma'nosi bilan o'zgartdi zeminni sizlar uchun silini deb firashga o'zgartib degan sayyara ma'nosi tag'yir ma'nosi bilan deb qaralsa bu ma'noni ifodalaydigan ja'ala deb qaralsa bu chaqda bu ja'ala arz birinchi maf'uli firash ikkinchi maf'ul. Ja'ala uch xil ma'nolar ishlatildi. Biri ja'ala sayyara tag'yir ma'nosi bilan ishlatildi. Ikkinchisi ja'ala normali xalaqa ma'nosi bilan ishlatildi. Uchinchi ja'ala shar'a ma'nosi bilan ishlatildi. Başta degan ma'no mumkin. Bu yerda yoki xalaqa ma'nosi bilan keldi deymiz, yoki sayyara ma'nosi bilan keldi deymiz. Sayyara yani tag'yir ma'nosi bilan bo'lganda arz birinchi maf'ul, firash ikkinchi maf'ul bo'ldi. Agar ja'ala xalaqa ma'nosi bilan bo'lsa, yaratdi degan bo'lsa, Allah sizlarga zeminni yaratib berdi. Firash o'chog'ida qiyos qilingan holat bo'ldi. Firash mafrush ma'nosi bilan, bunda Allah sizlarga sizlarni deb zeminni yaratdi. Bunda nayta shu bizalgan holatda, jabtulgan holatda degan bir ma'noda ifodalanadi. Demak, ja'alada ikki xil yo'l bor. Birisi sayyara ma'nosi bilan bo'lish, bu joq ikki maf'ul talab qiladi, ikki maf'ulga ta'sir etadi. Arz birinchi maf'ul bo'ldi, firash ikkinchi maf'ul bo'ldi. İkinci ma'no xalaqa ma'nosi bilan bo'ldi, bu joq bir maf'ul kirdi, o arz bilan maf'ul bo'ldi, firash holat o'tdi deymiz shu. Ammo bu ja'ala lakum al-arz firasha allazi degan ism mavsulining silasi bo'ladi. Va samaa binaa bu al-arz firashaga atba hukmda o'xshash qiladi. Va anzala minas samai ma'an va anzala minas samai ma'tub ja'ala lakumul arda ma'tufun ilay. Yine ja'ala lakumul arda ma'tufun alay oldu. Bu ism mavsulun silisiydi. Anzala minas samai mu? Bunda olsa ism mavsulun silisine uygulandı. Anzala fil mazi pataga qatqan o'tgan zaman fili fa'il yushin kichik qilmash huwa bo'lib, ana u shu allazi qaytadi. Minas samai jar majrur bu anzalaga aloqador. Bulutdan mushu suni tushirib berdi. Ama ma'an maf'ulun bih oldu. Anzalaning maf'ulun bih mansub alamatun nasb al-fatha. Fa akhraja bihi min as-samarat rizqan lakum ki fa akhraja ki fa huruf al-atba akhraja bihi min as-samarat rizqan lakum ma'tuf bağlanguchi anzala min as-samai ma'tuf alay bağlanguchi deb qaradi. Akhraja o'tgan zaman fili zibarga qatqan o'tgan zaman fili bo'lib, fa'il yushun kichik qilmash huwa bo'lib, u yana shu allazi qaytadi.
bihi car mecrur ahracanın sebep maksat olur. Ahraca alakadar olup bab yani sebebiyet manası ifadelep geldi. Onun için şunun sebep maksat olduğu için deyimiz. Yani Allah o su arqılı sunun sebebi bilen semeratlarını sizge rızık kıldı. Anda da bu yerde bihi de mesele yok. Mines semerat ki min meselesi, mines semerat ki min ya ki bazılık manası ifadeler geldi ya ki min bayan için geldi deyip karayımız. Anda rızkan lekum ve ikrab kuyuş mines semeratının bazı için kelgenliği ya ki bayan için kelgenliği karab durup ikrab bölüdü. Anda da biz rızkan lehuni mef'ulun leh desek rızkan lehuni mef'ulun leh desek lekum rızkan lekum'daki lekum acı rızkanın nasıl oldu? Mef'ulun bih oldu. Çünkü rızkanını biz mef'ulun leh desek sebep maksat olur deyimiz. Yine sebep maksat olur için. Uca rızkan mesder oldu. Mesder. Çünkü mesder bir tane mesder ikiledikken birinci kademde mesder mef'ulun mutlak oluşu mümkün de karayımız. Mef'ulun mutlak olmasa çoğun mef'ulun li ecin mef'ul leh oldu. Undak bulmağında isim faaliyet isim mef'ul menisulen halet olur. Bu yerde bu rızkan degen mesder desek mef'ulun leh oldu. Yani ki lekum o rızkanın nasıl oldu? Rızkanın ki mef'ulun bir gayri seri oldu. Bu çağda eğer aşı min bazılık manası ifadeler gelse min tabiiz için geldi desek min tabiiz için geldi bazılık manası ifadeler geldi desek rızkan mef'ulun leh oldu. Lekum rızkanın ki onun rızkanın ki mef'ulun bir gayri seri oldu. Bu çağdaki tercüme kanda oldu olursunuz. Allah Subhanahu ve Teala o sunun sebebiyle bir kısım meyvelerini silahını rızıklandırış için bir kısım meyvelerini çıkardı. Bazı meyvelerini çıkardı. Ahrece bihi bazı semerat rızkallekum. Yani silahını rızıklandırış için. Bunu mef'ulü ecri oldu ya hazır. Rızkallekum. Silahını rızıklandırış için bazı meyvelerini su sebeplik Allah çıkardı. Badi diye mana çıkıyor. Min bazı için manası geldi. Ama bu yerdeki min bayan için geldi desek bayan için geldi desek rızkan mef'ulun bihi oldu. Lekum rızkanın sıfatı oldu. Taştan kalak sunmuş. Uçakta mananın buludu dese Allah şu su arkalık sunun sebebiyle meyveledin silahının rızkınlarını çıkarıp verdi. Silahın rızkınlarını yemeklerini çıkarıp verdi. Allah şu su sebeple meyvelerden silahının rızkınlarını çıkarıp verdi. Diyen manada. İbadetin. Hem de فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Sila bilip durup Allah'ı şirk kaldırma. Fe'lariki fe ta'liliye şunlaşka şu sebeplik şunun için diye meallerini işletsek bulur. Şunlaşkısıyla Allah'a şirk kaldırma. Şunun için sıra Allah'ı şirk kaldırmalar diyendek fe ta'lil manası ifade ise bundan mananı bahsek bulur. Fe'lar la nahiye yani çekleşinin nasi özün dingen pil muzari cezmi okudu. Tec'alu pil muzari meczum. Cezmi okulgan muzari pil olup la'nın sebebinden cezmi okulgan. Cezmilik alameti nunnun taşlanganlığı. Çünkü 5 binin katarden faili aşı tec'aludu vav lillahi cari mecur tec'alunun mefulun bir edesiri. Sıla Allah'a şirklerini kılmalı. Endaden tec'alunun mefulun bih olup cümle la tec'alu lillahi endaden cümle ta'liliye olur. Ya ki fe ta'liliye olmasın fa pesihiye olur. Fa pesihiye olan çağda bu cümle takdir kılıngan badep kararlıgan şartının cevabı olur. Badep kararlıgan şartının. Uçakda manakında olur ise eğer yukarı sözlengen iş şundak boğan bolsa İzâ kâne mâ zukire vâkiyen felâ tec'alû lillâhi endâda. Yukarı zikr kılıngan iş emli boğan bolsa, aşındak Allah silâge ziminni pıraş kıpbägen bolsa,
osmonni bino qilib bergan bo'lsa, osmondan suvni tushirib, sizlarning rizqinglarni, mevalarni sizlarning rizq qilishinglarga uchun mevalarni chiqarib bergan bo'lsa, fala taj'alu lillahi andada. Allohga sizlar shirk keltirmanglar degan ma'noda taqdir qilingan bir shartning javobi bu degan bo'ldi fasihiyat deymiz. Ashani oydinlashtirib uchun texmo aniq bayon qilib uchun kelgan bo'ldi. Demak, bu chog'da bu ba deb qaralgan shart jumla ve onun cevabı bu cümle grammatiklik konu yok. Çünkü cümle isnafiye olarak qaraladı. Ve entum ta'lamun deki vav haliye entum müstakil konulu çıkışlık almış. Müstakil konulu çıkışlık almış olup urun cihati başka işlek kelgen. Mubtada ta'lamun fiil muzari. Onun başkiliş alameti fiil muzari merfu. Başkiliş alameti nun bekip geldi. Çünkü 5 binden katardı muhalifin. Faili ta'lamun vav bulup cümle fiiliye ta'lamun degan cümle fiiliye entum degan mubtadanın başkilişlik urun cihati başkilişlik kelgen haberi. Mahallen merfu. Yani haqiqiy peşi okutukan sözünü o'rniga kelgan. Anda da mesela mahallen merfu degandek entum alimuna degandek bunda qiyas qilsak bo'ladi. Yani cümle ismi ya entum ta'lamun degan cümle ismi bu o'rin jihatda tushuntirishib kelgan hol. Yani siz bilib turib, sizlar Allah'ın ibadet qilishga eng yolg'iz ibadet qilish loyiq ekanligini bilib turib, Allah'ın yagona iloh ekanligini bilib turib, Allohga shirk keltirmanglar. Bilgani degan ma'noga chiqadi. Endi demak, Allah'ın allazi ja'ala lakumda biz bayam i'rob jihatdan 5 yo'l bor degan edik. Oyat oxirida ko'ramiz degan, hozir ko'ramiz. Birinci qarash allazi rabbakumninki süpti olup mahallenin nesbi. Ubudu rabbakum allazi Rabbim süpti deb turib bu nesbi o'qilgan o'rinjati tushuntirishlar kelgan deymiz. Mesela qanday bo'ldi? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi xalaqakum vallazina min qablikum allazi ja'ala lakumul arda allazi müşahede ma rabbakumning birinci ikkinchi süpti. Ma rabbakum allazi ma birinci allazi birinci süpti, ikinci allazi ikinci süpti bo'ldi. Bu bir xil qarash. İkincisi bu fi mahalli nasbi yani badal. Rabbakumdan badal olup nasbi qilgan deb qarasak bo'ldi. Yani o çağda ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul-lezi ja'ala lakumul arda firashan ve semaa'a binaa'a ve anzala minas semaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum degan ma'noda. Badal mubaddalni o'rniga qo'ysak ma'no to'g'ri chiqishi kerak. Ey odamlar, sizlarga zaminni pirash qilib bergan, ko'pi qilib bergan, osmonni bino qilib bergan Rabbinglarga ibodat qiling degan ma'noda hech xatolik ko'rolmaydi. Şuna bedel degan qarashda o'rinjat tushuntirishlar kelgan deymiz. Üçüncüsü o taşla la'allakum tattaqun degan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul-lezi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun bamitte aşu tattaqunning maf'ulun bih deb turib zibar qilgan deymiz. O allazi tattaqunninki. Yani ey insonlar sizlarga zaminni pirash bunda ko'p qilib bergan, osmonni bino qilib bergan, osmondan suvlarni tushirib, uning bilan sizlarga mevalarni sizlarga rizq qilib chiqarib bergan zotga taqvolik qilishinglar uchun, shu zotdan qo'rqish taqvolik qilishinglar uchun sizni yaratgan, sizlardan ilgarilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar degan bo'ldi. Bu mana 3-chi xil qarash. 4-chi xil qarash fi mahalli nasbi maf'ulun bi li fi'lil mahzuf. Tashlangan fi'lning o'rinjat tushuntirishlar kelgan maf'ulun bi. Yani allazi ja'ala lakumul arza. Yani anda taqvo uchun bunday qilinglar. Men demakchi sizlarga arzni zaminni bunda ko'p qilib bergan, osmondan bino qilib bergan zotni demakchiman, Allohni demakchi degan bo'ldi. 5-chi qarash fi mahalli rabbi xabar li mubtada'in mahzufin. Taşlangan mubtada'nın urun cihetde başka işlep kelgan xabar. U Allah sizlarga zaminni pirash qilib berdi deb tarjima qiluvchi. Bu biz tarjimamiz uchun. Endi 5-chisi xabar qilingan. Huvallazi ja'ala lakumul arda firashan
ve's-semâ'e binâ'u ve enzile mine's-semâ'i mâ'en fe'ahrece bihi mine's-semâ'ati rizqan lekum buludu. Yani o Allah sizlarga, yani o Rabbinla, Rabbakum qayta desek, o Rabbinla sizlarga zaminni böyle ko'p qilib bergan, osmonni bino qilib bergan zot degan ma'no chiqadi. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ve'd'u şuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge biz nazil kılgan Kur'an'dın şeklensengler. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Bendimiz Muhammed İslam'ga biz nazil kılgan Kur'an-ı Kerim'de şeklensengler. Onun şekli bolsanlar fa'tu bi suratin min misli. Sile şu Kur'an'ga ajında şek Kur'an'ga okşaş bir sürünü meydana çıkarıp bakmalar. Yani Kur'an'ga okşaş bir sürünü keltirinler. Ve'd'u şuhada'akum min dun. Eğer muşu Allah'tan başka yardımcılarının hemmisini yardımcı çağırırlar. Ve'd'u şuhada'akum min dunillah. Allah'tan başka varlık yardımcılarını çağırırlar. Kur'an insanın sözü degen gepinlarda. Yine Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in özünün divagan gepe degen sözünlerde rastçıl bolsanlar, kine Kur'an-ı Kerim'den birinin okuştuğun bir sözünü keltirip bakınlar. Hem de bu yerdeki in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina abdi sözü bu yerde abdi logatta asli insanlardan boğan erlik cinsini memnukuz zeki er kulunu gösterdi. Abd degan asli kul. Yani er kulunu gösterdi. Ama bu yerde maksat bu bizim kulumuz degan emas, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem maksat kılındı. Bir suratın deki suranın asli ma'nosi derece rafi'a, ali derece degan, yuqur mertebe degan bu. Anda sura nimişqa Kur'an'ın surları muşu ali derece degan ma'no bildirish degan lafz bilan atalgan. Nimişqa her bir surani o'quvchi şu surani o'qish orqali o'qimagan chog'dagi holatni yuqur martabalarga ko'tarilgan bo'lg'achqa, xuddi binoning rishat gildirig'i chiqqan sura ko'tarilgandek, endi ko'tarilgan bo'lg'achqa shu sura deb atalgan deymiz. Sura oliy martaba degan ma'no. Va undan boshqa qit'atun minal Qur'onil Karim, juz'un minal Qur'onning ma'lum bir qismi deb ma'noda sura. Ve'd'u deki ud'u asli dua degan bu yerda duo qilish degan ma'noda emas. Bu yerda Allah'a duo qilish degan duo, bu yerda anhat bu chaqirish degan ma'noda. Hat bu degan hatta degan chaqirish degan bo'ldi. Masalan, telefon deymiz, telefonga chaqirlayna. Shuhada'akum alihatakum. Allohdan boshqa ilohlaringlarni, a'wanakum, Allohdan boshqa yordamchilaringlarni chaqiringlar. Endi grammatik tahlil qilsak ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina degan bu cümle fi'liye oludu. Endi va isnafiye yeni cümlenin başlangıcını bildirdi. In harf şart ve harf cezme. In hem şart ma'nosi ifade ettirdi, hem özün kin kelgan ikki dona bir muzarni cezme uqtib taqib. İkki dona bir muzarni cezme uqtib. Kuntum eğer kâsendi, şu an film mazi kâse mahalle mevzun deymiz şu an. Kuntum kana film mazi nakıs. Sukunu mebni çünkü tum tutaşkanlık için fi mahalle cezme şart bil. Şartның pili in cümle şart ve cezme kulu mahalle fi mahalle cezme şart bil oldu. Yani cümle şart. Ta'amni kuntum ta onun ismi oldu. Fi raybin mimma nazzalna ala abdina kanınki cümle şibil cümleden kelgan haber oldu. Fi raybin jar majrur şu taşlangan mutallaq olan şu kanın haberi olsa bu endi mimma asisi mimmanın asli mimmanın asli min ve ma. Min ma yani nunu sakinliğin mim kelgan şundan nunu sakini mimga ötkülüp idgam kılıngan mimma olgan. Ma ism mevsul fi mahalli jar. Urun cihati ilgili tuzatılgan ism mevsul bu jar majrur aşur reyb degan masdarning maf'ulun. Yani bendimizge nazil kılıngan Kur'an'dan şeklensanlar. Hem de
Nazzalna fil mazi, nazzala'daki nazzala fil mazi sukun mabni. Çünkü nadin ibaret hareketli zimir koşulları için nazzal fil mazi mabni sukun mabni na onun faili. Na zimir muttasil bir rab başka işlep kıldığı tutaş kişisel meşrub sukun mabni mahallen merfu. Urunca başka işlep kıldığı fail oludu. Ala abduna muşu nazzala degan filning maf'ulun bi g'ayri sarih. Bulup endi nazzalna ala abduna degan cümle ism mavsulun silasi oludu. Ama ism mavsulun silasi oludikan siladin ism mavsul zimir qaysi o'tdi? Mimma nazzalnahu ala abduna. Bulup bu degan zimir tashlangan deymiz. Sizlar bandimiz Muhammed Aleyhisselam'a nazil qilingan Qur'oni Karimda shakti bo'lsanglar, fa'tu. Sizlar Qur'onni o'qishni keltiringlar. Fa'tudiki fa şartning javobini, javob shartni jumla shartga bog'lab kelgan fa robita li javobi shart. Shartning javobini jumla shartga bog'lab kelgan fa. Chunki shartning javobi fil amri. O'tu fil amri buyruq fil bo'lib, bu nunning tashlanishi mabni bayam u'buduga o'xshash bo'ladi va uning fa'ili bo'ladi. Jumla fi mahalli jazmi şartning javobi bo'ladi. Chunki fi mahalli jazmi urun jihatda jazm qilgan deyishimiz, chunki inchkilar jo'ni jazm qilgan bo'lgan. Endi bu suratim mishada shu fa'atu degan filga mutaalliq ashuni maf'ulun bihi bo'ladi. Min mislihi o Qur'onning o'qishdan bo'lgan bir sura desak, min hurufi jar mutaalliq mahzuf misli majrur misli mudaf hizm muzaflar bo'lib min mislihi bu taşlangan mutaalliq bilan qo'shib suraning shu bir suratdagi suraning sifati bo'ladi. Ya'ni Qur'onning o'qishdan bo'lgan taşlangan mutaalliqi kainun bo'lsin, mavjudun bo'lsin bo'ladi. Deb bu yerda vad'u shuhadaakum min dunillah. Endi vad'u'dagi rufatba buni ud'u fa'tuga o'toga at bo'ladi. Vad'u shuhadaakum fad'u bir suratning misliga at bo'ldi. Vav fa'il. Shuhadaakumdan bo'ladi desa ud'u buyruq bil vav uning fa'ili bo'lib, masalan mabni ala hazf nun bo'lib, nunning tashlanishi va at bilib vad'u shuhadaakumniki. Shuhada maf'ulun bih mansub, urunja tushuntirib kelgan maf'ulun bih bo'lib mudaf kum muzafun ilay urunjatda ilgili ishlab kelgan muzaf ilay. Min dunihi'nin bulduğu min jar majrur şu ud'u'na kadar. Yaki mutaalliq taşlangan hal. Yaki biz bunu min dunina şu ud'u'na kadar desek mi buludu? Yaki mutaalliq taşlangan hal desek mi buludu? Yani hal olsa qanday chiqdi? Hal bu siz Allohning g'ayridan bo'lgan guvochilaringlarni, yordamchilaringni chaqinglar degan mutaalliq bo'lsa, ammo holat o'zcha ya'ni ud'u shuhadaakum munfaridina anillah. Munfarid. Allah'tan başka min dunillah munfaridina Allah'tan ayrılgan Allah'tan başka degan yine sizlarning shu guvochilaringlardan Allah'tan başka bo'lgan guvochilaringlar degan bo'ldi o'xshash. Endi Allah min dunilladagi dun muzaf, Allah degan lafzi jalal muzaf ilayhi muzaf ilayhi majrur alamatul jar al-kasra. In kuntum yuqarqi in kuntum fi raybin mimma nazzalnaka i'rab o'xshaydi. Hakani kuntum ismisi degan sadiqin uning xabri bo'lib ya bilan tushuntirib qo'ygan. Chunki jami muzakkar salimning nasblik alomati ya bilan bo'ldi va jarlik alomati ya bilan bo'ldi, raflik alomati o bilan bo'ldi başta. Shuni sadiqin tushunish olib kelgan shu kanning xabri. Endi bu şartning javobi, endi bu in kuntum sadiqin arif şart, kuntum sadiqin jumla shart bo'lganikin endi şartning javobi shart qana degan bir gap. Javobi shart mahzuf. Ya a 5 kelam desa şartning javobi shart jumladan burun kelmaydi. Taqdiri fa'tu biha. In kuntum sadiqin fa'tu biha. Ay if'al zalik. Agar sizlar rastçıl bo'lsanglar, qan ashuni qilinglar. Ashuni qilinglar. Keltiringlar Qur'onning o'qishini. Ya'ni in kuntum sadiqin jumla istinafiya la mahalla amla. Yine şartning javobi
Çünkü şartının taşlangan cevabıga onun aldı inküntün sadıkının aldığındaki fed'u bi suretin min misli manadının dalalet kılan taşlangan. Çünkü el-hazb yecuz iza ulime deyimiz. Bir nes taşlansı bu taşlangan bilinse. Şuna inküntün sadikin fi enne Muhammed kâlehu min dunin. Nefsi fef'alu hazel lezi tulibe minkum. Yani sizler Muhammed sallallahu aleyhi o Kur'an-ı Kerim'ni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz nefsini üzü digen üzünün gepi o Kur'an Muhammed'in üzünün gepi digen gepi muşununda rastçıl bolsalar muşu davayınlardı rastçıl bolsalar sıldım talep kılıngan ne keltirinlar yine Kur'an-ı Kerim'in uçtuğumuzdur keltirinlar digen mana çıkıyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Eğer bunda kılanmasanlar, Kur'an-ı Kerim'nin okuşunu keldirenmisanlar, hergiz keldirenmişler, hergiz mi kılanmayızlar, kılanmasanlar, kafirler için teyarlangan, u'iddet il-kafirin, kafirler için teyarlangan, insan ve taşların yakılgısı bolgan, insan ve taşının yakılgısı bolgan davzıqtın saqlananlar degan bo'ldi. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاِلَّمْ تَجِعُوا بِمِثْلِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın okuşunu keltiremisanlar. وَلَنْ تَفْعَلُوا aşınga hergiz qadir olanmaysizlar. وَلَنْ تَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ degan bo'ldi. Aşınga hergiz qadir olanmaysizlar. وَقُدْ bu ismun lima yuqa'ay hatta bu. Yani qalınadigan narsanın ismi. Yani yıqılğı degan bu. Onun yıqılğısı insan ve taş degan bu. Mesela bazı narsanın yıqılğısını mesela maşina bunun yıqılğısı benzin deymiz, yıqılğısı dizel deymiz bu. Şuna yine onun yıqılğısı onun utu ne? İnsan ve taşlar bu. Utan. Yine onun qalınadigan utu ne? degan ma'noda. U'iddat huyat tayyorlangan. Fattaqu yahzaru diqqat qilinglar degan ma'noda. Endi bu grammatik tahlil qilsak, fa'in lamdiki fa istinafiye yeni cümlenin başlanganlığını bildirilgan fa in şartiye. Endi inni bayan deb ötüp in ikki dana fi'l muzarni jazmi qiladi. In şartiye. Fa'in lamdiki lam harf nafiye, harf qalbi, harf jazmi. Bunu dedik başta deb oldum. Yani bulutsuz o'zgartish sharfi o'tgan hozirgi zaman kelgusi zaman yoki hozirgi zaman o'tgan zaman pulga yo'tga sharfi va jazm oxirini pulni kesib formaga o'zgartish sharfi. Taf'alu fil muzari lamning sababi bilan jazm qilgan fil muzari. Ammo buning jazmlik alomati ashada nunning tashlanganligi çünkü 5 pul bo'lgan. Endi bu yerda diqqatimizning tortilgan bir narsa bor. U qasi deganda bu yerda fi'l muzarni jazm qilgan ikki dona amil keldi. Inmo o'zidan kelgan fi'l muzarni jazm qiluvchi amil, lammo o'zidan kelgan fi'l muzarni jazm qiluvchi amil. Ya'ni ikki dona harfi jazmi bir yerga keldi. Kasi bo'lamdikan, bo'ladi ekan. Nadi ketdi? Qur'oni Karimda ketdi. Qur'onni kelganligi uchun har qanday yerga dalil bo'la oladi. Endi beri in anda da lam taf'alu lamning sababi bilan jazm qilgan bo'lsa inning bo'yicha mahalla mavzun deymiz. Lam taf'alu inning mahalla mavzun o'rin jihat jazm qilgan deymiz biz. In shartiya yana lam taf'alu degan jumlaga kirgan in shartiya. Mel taf'alu lamning sababi bilan jazm qilgan dedik. Endi lam taf'alu o'rin jihat jazm qildi deymiz inning sababi. Endi valan taf'alu o harf i'tiraziye. Lan harf nafiye ve nasb ve istiqbal deymiz. Yani derken harf nafiye dediğimiz musbat bilan manfi o'tkiydi. Nasb dediğimiz marfu'ni mansub, nasb dediğimiz istiqbal dediğimiz kelgusi zaman. Hozirgi zaman ma'nosida kelgan pul olsun, onu kelgusi zaman o'zgartirdi. Buningdan keyin hargiz qilinmaydi debchi. Shunga lan taf'alu mushu lanning sababidan tushuntirishlar kelgan fi'l muzari bo'ldi. Tushuntirish alomati nunning tashlanganlik bo'lib, jumla grammatik qo'ni yo'q. Chunki bu jumla mu'tariza. Jumla mu'tariza nima desa? Qistiruvchi jumla.
bu nerede geldiyse cümle şart bilen şart cümle bilen cevap cümle onda otururken geldik. Çünkü kısa cümle deymiz. Mesela radıyallahu anhu o'xshash, rahimahullah o'xshash cümlelerini unda cümle oturuysa deb qaraymiz. Endi fattaqun narallat. Fattaqu fa şartın cevabı fa illam taf'alu ki lam taf'alu cümle şart fattaqu cevabı fa cevabı şartını cümle şartı bağlap kelgen fa vattaqu fil buyruq bil nunun tarışılışıga mebni olan fail o ennare mef'ulun bih buludu. Ennare mef'ulun bih. Fattaqun nare elleti muş mef'ulun bih olan muş ennareninki süfti bulup urunca çünkü işlep gelgen. Endi vaqut mubtada. Vaqut mubtada başka işlep gelgen mubtada başka bir şamete bomba vaqut mubtada ular muzaf azmın muzaf ile olup mahalle mecur urunca ilgili kılışıp gelgen muzaf ile ennas vaqut habri el hicare ennas bulup vaquduhan nas vel hicare gen cümle ismiye elleti degen ism mavsunun silesi. Yıkılgısı insan ve taş boğan dağıttın saklananlar. Davzaktın saklananlar. Anda da cümle ismiye la ism mavsunun silesi oldu. Hem vettaqun nara fi mahalli cezmi şart oldu. Hem de cümle şart ve cevap için. Hem de uiddet lil kafirinin bulunduğu uiddet bu mechul derece kurulgan ötken zaman pili fail yuşun küçük almış hiye aşkar gelsin buldu yuşun gelsin buldu bunda lil kafirin uiddanın mef'ulun bi gayri serih cari mechul degan uiddet lil kafirin degan bu cümlenin bulunduğunda da desiniz bu cümle urunjata tushuntirishlar kelgan hal annardan yana u dovzaq kafirlarga tayyorlangan yana sizlar yiqilg'usi inson va tosh bo'lgan kafirlarga tayyorlangan dovzaqdan saqlaninglar degan bo'ldi. Shuni payllam tafalu jumla shart walan tafalu qisturma jumla fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddatul kafirin javobi shart bo'lib bo'ladi. Bugungi darsimiz mana bu yerda oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.